Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Doktor Sherali sizlar bilan. Nevrozlar, vahimalardan charchadingizmi? Unda 4-iyulda boshlanadigan kursimga taklif qilaman. Kurs taxminan 6 hafta bo'ladi. Agar hamma tavsiyalarga o'z vaqtida amal qilib borsangiz, hamma vazifalarni bajarib borsangiz, shu 6 hafta ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ladi inshaalloh va 6 hafta ichida o'z vaqtida tugatishingiz mumkin bo'ladi. Darslar taxminan 4-5 kunda bir marotaba bo'ladi. Umumiy hisobda esa 10 ta, mumkin 11 ta dars bo'lsa. Bemordan kuniga taxminan 40 minut, 1 soat jismoniy harakatlar uchun, mashqlar, piyoda yurish, sayohat, aylanish uchun vaqt sarflash kerak. Yana shu 40 daqiqa 1 soat darslarga vaqt ajratish kerak. Agar ajratishni istamaydigan odamlar bo'lsa, yaxshisi bu kursni olmang. Chunki men bir kursni o'tkazib, lekin bu kursdan foyda topmagan bemorlarni ko'rib juda xursand bo'lmayman. Menga bu kabi bemorlar kerak emas. Tavsiyalarga zo'r amal qiladigan bo'lsangiz, пожалуйста, shu 40 kun, 42 kun, mumkin ba'zilar uchun 45 kun bo'lib ketar. Shu kunlar orasida har kun savol so'rasangiz mumkin. Har kun o'zingizning ahvolingiz haqida ma'lumot berib tursangiz mumkin. Mashqlar, kerak bo'lsa dori ichishingiz ham mumkin. Dori, psixoterapiya, mashq. Kompleksni. Sog' salomat bo'linglar. 4-iyuldan boshlaydigan bo'lib turibman. 3-iyulda esa bemorlarni konsultatsiya qilib beraman. Ya'ni qisqa gaplashib, ahvolni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Konsultatsiyani ham arzon qilganman. Konsultatsiya do'stlar shunday narxdaki, ba'zi bir misol Toshkentda ishlab 10 minutda bitta bemor ko'radigan odamlarni konsultatsiyasidan ham arzon qilganman. Murojaat qilinglar, sog' salomat bo'linglar.